Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 23-aprel. Xo'p. Haftani chorshanba kuni Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu akamizning mahsulotlari mana qanday detski futbolka shortkicha ekan. Aka nech pul bo'lyapti? Bular 4 yosh, 3 yosh, 4 yoshga tushadiganlar. Ikkovini ham razmeri bir xil, 3 yosh, 4 yosh. 8000 so'm. 8000 so'mdan materiali nima aka bulardi? Bularda bambuk material. Bunisi-chi? Bu ham, ha? Bambuk. Mana rasvetkalarni ko'rsatib. Mana rasvetkalari. Mana bu sariq ham shundan aka. Sariq, qizil shu mahsulotdan aka. Mana seriyasi bor ekan. Bu kattasi. Bunisi razmeri kattasi. Bu nech pul aka? 6 yoshga tushadiganlari 10000 so'm. 6 yoshga tushaydigani 10000 so'm ekan. Nima hozir? Bu pachka narxini aytyapsiz siz? Ha, pachka narx. Agar donaga ham desa, donaga ham sotaverasiz. Donaga qilaveramiz. Donaga ham Kelib olishsa donaga ham. O'zlaring kelganlarida donaga ham sotishaverar ekan. Mana. Endi bitta bering, ikkita bering desangiz ham sotishaverar ekan. Pachka beramiz deb turib olmaymiz. Ha. Xo'p. Buni xalatcha ham siznikimi? Xalatdan. Nech pul bu? Bular 48 dan 52 gacha. 48 dan 52 gacha razmeri, materiali nima? HB material. HB nech pul? Nima? 25000 so'm. 25000 so'm pachka narxi. Donaga nech pulda? Donaga ham 25 qilaveramiz kelib olishsa. Yaxshi. 3 ta razmer. Xo'p, bu akani o'zini do'koni ham bor mana shu joyda. Hozirda ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Mana bu xalatni nimalar ekan? Ranglar ekan, rasvetkalari. Mana bu yangida ko'rsatgan o'sha futbolka shortkichani nimalari? Rasvetkalari. Xo'p. Eslab qolinglar. Mayda shortkichalarimiz ham bor. Mayda shortkichalar ham bor ekan. Faqat qizchalarga. Ha, yosh qizchalarga. Xo'p, shortkicha nech pul? Pachkaga 3000 so'm. Pachkaga 3000 so'm ekan. Akani joylari mana bu kelganlaringda bu tarafda bozor. Mana bu Rizo tekstil degandi. Bu tarafida turishadi. Shu akamiz. Xo'p, Kelishgan ko'rsatib. bu tarafda o'sha bozordamda kirib kelganlaringda, o'rta darvozadan kirib kelganlaringda. Telefon nomeringiz 91lik 91lik 682 682 78 78 78 78. 78 oxiri. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Pul baloqaga chiqaverasizlar. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek qishlog'ida joylashgan bu bozor haftaning chorshanba, yakshanba kuni hozirgi vaqtda ertalab bozor 5 ta boshlanib, kunduzi 11 gadir bozor zo'r bo'lyapti. Vaqtliroq kelaverasizlar.